Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining engillaridagi yamaqni o'zlari yanar edilar. Oyoq kiyimlarini, poyabzallarini o'zlari tikar edilar. Qo'ylarni sog'ar edilar. Uy ichlarini, xizmatlarini yelib yugurib qilar edilar. Gaplarni eshiting. Rasululloh faqirlarni, miskinlarni sevar edilar. Faqir degani kambag'al degani. Miskin degani hech narsasi yo'q degani. Bo'msh, hech narsasi yo'q. Haligilarni sevar ekanlar. O'sha hech narsasi yo'qlar. O'shalar bilan birga o'tirar ekanlar. Ular kasal bo'lsalar ko'rgani borar ekanlar. Ular olamdan o'tsalar janozasiga qatnashar ekanlar. Birodarlar, kechirasiz, bizni zamonamizda bundaroq kiyingan bo'lsa qo'l uzatmayapti-yu. Qo'l uzatsa bitta qo'lni uzatyapti.